Yorulgan kelin boshqa ibor bilan kelibdi. Ashularni ham chiqqan joyiga kirgizibdi bular. Nima qilasan, ayta olmasang? Janon bo'laman deb hamma kuydirasan miya, kuyganmi faqih. Qo'lim qaltirab tangani tushirib yuboraman, kim birinchi olsa o'sha o'yinni boshlaydi. Yo'q, 5 mingtalik pul tushib qoldi. Oling aka. Aka tanga deydi-ku. Abbos! Abbos! Qanaqa Abbos? Bu yerda O'zbekiston o'ynamayapti. Men Ronaldoman, axir kayfiyatim chiqib ketdi. Menga qara, qo'ylarga suv berdingmi? Esimdan chiqibdi. Ronaldo, anoni chaqirib yubor. Kimni aka? Ana bo'lanimi? O'shani almashtiringlar, qo'ylarga suv berib kelsin. Ronaldo, nima bo'ldi? Iching qotdimi? Knizma qilamiz, ichi qotibdi. Hammani oldida knizma qilsa-ya, voy sharmanda. Aylantirib qo'y yog'idan surib qo'ysa ko'rmagandek bo'lib ketasan. Orqasiga ham qo'y yog' surtinglar. Da, orqasiga. Bu noto'g'ri gapirib qo'ydim. Orqasiga qanday yog' surtadi? Uzr kechiringlar. Futbol qachon o'ynaymiz? Banisi bo'lib ketdi-ku. Bu meni ham ichim og'riyapti, tezroq ketishim kerak. Senga nima qildi ayt? Aka, men ulgurmay qoldim, ichim og'rigandi. Da, tushunarli, o'yindan tashqari holat. Ronaldo nos chakyapti, ehtiyot bo'l. Aka, nosimni shu yerga tupurib ol, iltimos. Jinnimizdan qo'yvar. Qarochi, to'pni olib xohlagan joylaringga qarab tepinglar, bo'ptimi? O'zlaringni varatalaringga ham gol uringlar, bo'ptimi? Urra, O'zbekistonga o'xshab futbol o'ynar ekanmiz, urra!